Ona Qozon muzikalik hamrolik bo'lxonasi bolalarning shartli dunyosidir. Ona Qozon muzikalik hamrolik bo'lxonasi Ona Qozon bolalar o'yinchiq shaharchisiga joylashgan bo'lib, muzikalik hamrolik bo'lxonamizda har haftaning shanba kunlari naqsh muzika o'rindash, har xil bolalar o'yin o'ynash, bolalarning zehnini ochadigan har xil faoliyatlar o'tkaziladi. Balalar ve ata-onalar birlikte məclislik hamrolik bo'lganlari, yemek içmekleri, balalar o'yinchiqlaridan hozirlanib, balalarning o'rganishlik keyingi harakatigini chiqaradigan, balalarning ko'ngilligida shartli aramgaydi. O'rin zakaz qilish qiziq liniyasi 13 39 63 58 57. Yaxshi, kelsa, chiziq matish to'laman. Kelsa, mishagan kelsa. Kelsa, mishagan. Aka, bira o'zgarish yo'qda, bo'lanmay qaplar. Mushu 3-4 kun bo'ldi akam. Ha. Kichik hayatim faqat kelmayapti. Nima kelmaydi-da? Mas suydikim kelmayapti. Aka, sen tomonlarni ko'rib baqay. Bo'ldi. Nechik yil aka? Bu yil saqmasak 90 yoshga yedim ukam. Unda avval qo'rqimsirim bo'ldi-ku aka, sizda suduq tugatdi. Qandaylar qahvada bu yer turibdi qo'y. Qazilga bir gap borda. Ha, Bizni ko'rib ham yaxshi ko'rib qilishning darsi bormi? ish ko'ryapman, yaxshi ko'ryap qilishdan. Ha. Darsi bor. Depamanmi sen? Ikkinchi qitib ko'rganda biz sepsilib qo'ylab beqish. Voy, nima ish qiladi bu yerim kechdi bu yerda? Sizlar yaxshining qizni bizni ko'rib yaxshi ko'rib qopdingizlar. Ha, Biz soqol tashlab baqsin faqat indek kelmaydi ya. soqol tashlab qo'ygan bo'lsa, indek kelmagan bo'lsa, bu da burtlarni tashlab qo'ysa. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men mana ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolimiz o'chmas, erlik salobitimiz yo'lliq kiyimdir.
Bakay Safka. Bu ayollar sizlar ağırıp kalgan şunda bir belen bekip bağlardan belen kavrağın. Hem bu ayollar ağırıp kalgandan sizlar işçi düşkenler toğrumufka. Direktor, men ayolumның şu qiyğiniga öz kelemme içip ketip atıma. Magistr g'izoliq choyxonasi shahrimizning eng obod yeri bo'lgan To'rtko'cha eg'iziga joylashgan bo'lib, tijorat boshlagan 5 yildan buyon o'zining ozodi muhit, a'lo mulozimat, ishonchli choy taomlari bilan ko'plagan xaridorlarning qo'liqishiga erishib kelmoqda. Choyxonamiz yaqinda qaytadan zinnatlangan bo'lib, xaridorlarning ehtiyojiga asosan texmi yaxshi bo'lgan ozodi muhit, yangicha lazzatli taomlar, xushbaroq choy qahvalar, shundaqla naq maydonda o'rlangan lirik kuylar bilan huzur bag'ishlash bilan birga tug'ilgan kun o'ltirishi, urug' tuqqanlar va saboqdoshlar yig'ilishi qatorliq cho'ng kichik o'ltirishlarni ko'nglingizdagidek o'tkazib berdi. Ko'ni yangi xaridorlarning qadam tashrif qilishini qizg'in qarshi olamiz. Manzil Qashqar shahar ko'chma xabarlashish shirkati yanidagi Ko'n Qizil bayroq saroxonasining 2-qavatida. O'rin zakaz qilish nomeri 09982592 299. Bakaysa. Qandara qavallara chiqib chiqdi oğlum, chiqma. Men yakshanba kunda vlog bozorda bir bedikchilik qilgan Saliyaxon deb adashyaptimiz ma'lum. O'yin topamadim, bilamsizlar. Ish ko'chining do'qmishib chiqsalam do'qilga o'yi shu. Hozir o'yin oldida qolgan berib qo'yslar. Maq, rahmat, vaqtim. Sho'xshiman da. Ne? Saliyaxon, qandara qavalinglar, tinchlik bor, tinch to'dinglar. Ha, kapasluğa. Nima keldim adash? O'tgan haftalik sildim Minko'ga ishni silib qopib, anda ishet, manda ish bo'rdek ishtatdinglar. O'lishgan kechich uyamga o'g'irchilib 300 kop pulni ichkas, burni qavab qo'ymay yetibdi ya. Qanday ishtamdi bu? Manda gap adash. Birinchidan, ishet o'zida azam puli qolg'is kelmagan gap. Ikkinchidan, bu ishning millionlar emasmi? Shunga pul tal ko'zimga o'xshaydi abi.